Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchilar. Yo'ruq sayillar saytimizga xush keldinglar. Men mazkur saytining programma riyosatchisi Qutlan. Anglar men do'stlar. Tövəndə diqqətinizlər 20-ci əsr Uyğur tarixidəki böyük ictimai islohotchi, yangi ma'rifchilik harakatining bayroqdori, ma'rifatparvar mutafakkur Abduqodir Domollamning hayot yo'li va kurash musofasiga bag'ishlangan mazkur programmada bo'lg'ay. 1911 yilning oxiri Olmuta va G'ulji yo'li orqali vatanga qaytib kelgan Abduqodir Domollam tashqi dunyodagi o'zgarishlardan olgan kuchlik ilhomi bilan 1912 yilning boshlarida Qashqada tunji usuli jadid maktabi ochildi. Halbuki shuncha zo'r tirishchanlik va ig'ir badallar bilan ochilgan bu maktab 2-yilga bormayla taqilib qoladi. Bu haqda fikir bayon qilgan Turkiya Egey Universiteti Türk Dunyosi tadqiqot institutining professori Olimjon Inoyat apandi bu yillarda Uyg'ur jamiyatining texicha bu xil yangiliklarga tayyor emasligini, nodonlik va jaholat tumanlarining texicha vatan osmindan ketmaganligini, buningga Qashqadagi eng mashhur boy hisoblangan Umar Oxunboyning yangilikqa va ijtimoiy islohotga tutgan salbiy pozitsiyasining misol bo'la oladiganligini alohida ta'kidlaydi. Abduqodir Domollam 1911-yillik vatanga qaytib kelib, Qashqarda usuli jadid maktabini ochgan bo'lsa-mu, bu maktab uzunga bormay taqilib qolgan. Buningdagi sabab yana mutassib kuchlarning to'sqinligi va besimidir. Ayni chog'dagi Uyg'ur jamiyati bu xil yangilikka tayyor emas edi. Jamiyatni nodonlik, jaholat, xurofotlik, yo'qsullik va axloqsizlik qoplab ketgan edi. Qashqarlik Umar Boyning yangicha maktablarga qarshi tutgan pozitsiyasi buning tipik misoli bo'la oladi. Bir millatning taraqqiyot tarixida uchraydigan qiyinchiliklari va to'solg'uliklari bir tarafdan shu millatning ichki qismidagi manfaat to'qinishlaridan kelsa, yana bir tarafdan tashqi ta'sirlarmi belgilik darajada rol o'ynaydi. Amerikadagi yosh Uyg'ur bilim odamlaridan Taron Uyg'ur apandining qarashicha, Abduqodir Domollamning Qashqada ochgan tunji usuli jadid maktabining taqilib qilishiga Qashqaning ayni vaqtdagi mavjud sharoiti, ya'ni yuqori tabaqadagi bir qism joyil boylar bilan mutaassib o'limalar qatlamidan kelayotgan kuchlik besim sabab bo'lgan bo'lsa, yana bir tarafdan Sharqi Turkistonning mustamlika qismitimi buni belgilagan ekan. Qashqarda ochilgan tunji usuli jadid maktabininki taqilishi haqida Abduqodir Domollamninki Sho'ro jurnalida ko'rsatgan bir qancha sabablardan boshqa yana tuvandagi ikki xil tubki sababni ham eslatib o'tish mumkin. Bulardan birinchisi ichki sabab bo'lib, ayni vaqtdagi Qashqar jamiyatidagi yuqori qatlamdagi bir qism boylarninki Qashqardagi mutassib diniy kuchlar bilan birlashib turib, Abduqodir Domollamninki yangi ma'rifat harakatini xalqqa burmilab tadbirlashib qilishi asosiy sabab bo'lgan. Yana biri bo'lsa tashqi sabab bo'lib, bu yanada Sharq Turkistondagi ayni mustamlika bo'lishdan iborat bir siyosiy o'rindan kelib chiqqan deb qarayman. Professor Olimjon Inoyat apandi 1910-yillardagi Qashqarning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat muhitida Oxunboylar jamiyatidan bo'lgan Umar Boyning intayin kuchli ta'sirga ega bir shaxs ekanligini tilga oladi. U Tatar muxbiri Noshirvan Yavushevning shu davrlarda Sharqi Turkistonning hayoti haqida Tatar matbuotlarida ko'plagan xabar va maqolalarni e'lon qilganligini, bu manbalarga ko'ra Qashqarlik Umar Boyning militarist yangizanishiga sungan chiqimi sababli Qashqardagi usuli jadid maktabining taqalganligini ilgari surdi. Noshirvan Yaushev bergan ma'lumotga asoslanganda Ömerboy yangicha maktablarni bu ish 6 shaharda istiqloliyat qozonish yo'lidagi bir tayyorlikdir deb Xitoy hukumatiga shikoyat qilib taqdim etgan. Hukumat Xitoychinimi o'gitish sharti bilan bu maktablarni qaytadan ochganda Ömerboy yana bolalarga Xitoycha o'gityotidi deb qarshi chiqqan. Ya'ni shu davr Uyg'ur jamiyatida yangilikka, yangicha ma'rifatga jon jahli bilan qarshi chiqqanlar bo'lgan. Bu orqali mushu Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni nodonlikda, jaholatda va asoratda qoldirish siyosatiga moslashgan.
Taran Uyg'ur әпәнди bu mezgillarda Qashqar atmosferasini qaplagan jaholat tumanlaridan boshqa yana zaiflashib, oxirgi tiniga qolgan Manchang sulolasining mustabid hukmronligi, shundaqla ichki Xitoyda Shinxay inqilobi yuz berib, Xitoy Jumhuriyati jakarlangan bo'lsa-mu, ammo Sharqi Turkistonda hech qanday bir o'zgarishning bo'lmaganligidek mavjud sharoitni nazarga olishning zaruriyatini tilga oladi. 1912 yılı Şarkı Türkistan en ahir qitim ıslah kılınıp atanmış Şinjan ülkesi bulup kurulğanlığından 30 yıl mı ötmegen bir mezgil bulup 1911 yılı Xitayda partılgan Şinxay inqilabının neticesinde Çin sulolasi hakimiyeti en ahir qitimliqlarını evatgan bir mezgilge doğru kelgan edi. Demek şundaq bir halqılıq paytda mustamlikachi militarist kuchlarninki Sharq Turkistondan iborat bu mustamlikani qo'lda saqlab qolish uchun ayni chog'dagi har qanday bir xil qarshilik harakatlari yoki bo'lmasa xalqning uyg'onishini to'sishi bir muqarrar hodisa bo'libmi, buning ichida ziyolilar qatlaminingki xalqni uyg'otishi, shundaqla ayni vaqtdagi zamonaviy fikr iqlimlariga moslashib taraqqiy qilishini to'sishi bu texmo muqarrar bir hodisa deb o'ylayman. Darvaqa Tatar muxbiri Noshirvan Yavshevning shu mezgillarda Sharqi Turkistonda turib Shura, Vaqt qatorliq o'rtaq turkiy tilidagi matbuotlarda e'lon qilgan xabar maqollari bizni bu vaqtdagi birinchi qo'l uchurlar bilan ta'minlaydi. Bo'libmi Noshirvan Yavshevning shu mezgillarda e'lon qilgan Kashgar Nashr Ma'rif Jamiyati nomli maqolasida Qashqarda ochilgan Usuli Jadid maktabining qanday sabablar bilan taqalganligi haqidagi tafsiliy uchurlar berildi. Abduqadar Damollam Qashqarda ochgan Usul Jadid maktabininki taqalishiga kelsak, Tatar ziyolisi Noshirvan Yavshev o'zininki Alshar maktublari nomli kitobida Kashgar Nashr Ma'rif Jamiyati nomli maqolada bu vaqt uchurlarni berdi. Yani mazkur maktabninki ochilgandan keyingi tunji o'qitish yilininki naydi muvaffaqiyatli bo'lganligi, ammo ikkinchi va uchinchi o'qitish yillariga kelganda Abduqadar Damollamning mudarrislikdan qilib o'qitishni o'ziniki bir qancha shogirdga o'tkazib berganligi va bu shogirdlarning iqtidorsizligi sababidan maktabniki o'qitish sifatidagi bag'an sari nacharlashib, oxiri xalqning nazaridan tushib taqilishga yuzlanganligi mazkur maqolada aytib o'tildi. Uningdan boshqa Abduqodir Damollamning o'zimi shu yillarda Shura jurnalida Bayoni haqiqat nomli maqola e'lon qilib, Qashqardagi mavjud sharoit, yangicha maktablarning nima sababdan taqalganligi va buningdagi tubki omillar haqida tushuncha berdi. Bundan başqa yana Noshirvan Yavshevninki Shura jurnalining 1916 yili 15 aprel kunidagi soniga besilgan bir parcha maqolasida Abduqadar Damollamning Bayoni haqiqat nomli maqolasidan naql edib, Qashqardagi maktablarniki taqilishi, shunaqla Qashqarniki degandek taraqqiy qilmasligiga Abduqadar Damollamninki Qashqarniki jo'grafiyalik joylashishi, qo'shnilarninki taraqqiyot ahvolining loyiqli bo'lmasligi, shunaqla Qashqarda taraqqiyparvar, qobiliyatli yo'lboshchilarniki kam bo'lishini sabab qilib ko'rsatganligi ham tilga Professor Olimjon Inoyat apandi bu temada o'qirmanlarga muni tavsiyani taqdim qildi. Abduqadir Damollamning qanchalik eg'ir to'sqinliklarga duch kelganligini tushunish uchun qarindoshlarga Noshirvan Yavshevning 6 shahar maktublari nomli kitobini astoydil o'qib chiqishini tavsiya qilaman. Bu kitob Sharq Turkistonning 1910-yillardagi sotsiologiyalik qurilmasini va Uyg'ur jamiyatini emas, hozirgi jamiyatimizni va jamiyatimizning psixologiyalik asosini tushunishda intayin muhim. Taran Uyg'ur әпәндінің ta'kidlashicha, Abduqodir Damollam o'zining Shura jurnalida e'lon qilgan Bayoni haqiqat nomli maqolasida Qashqarning ayni vaqtdagi sharoitining qanchalik qiyinligini, usuli jadid metodiga qarshi kishilarning intayin ko'pligini, o'zining amalsiz usuli jadid metodida o'qitishdan voz kechib, usuli qadimga qaytib kelganda ondan barbod bo'lgan izzat obro'yining asliga kelganligini tilga olganligini ta'kidlaydi. Yana shu maqolda Abduqadar Damollamninki ayni chog'dagi diniy mutasaddi kuchlarninki bu maktabga janjal bilan qarshi turganligi va bu besimlarga bardosh bermasligi sababidan o'qitish usulida o'zgarish berib, usuli qadim o'qitish shakliga qaytib kelganligi, shunaqla bu orqali o'zininki izzat obro'yininki ma'lum darajada asliga qaytganligi ham tilga o'tildi. Halbuki Abduqodir Damollamning Shura jurnalida bergan bu tushuntirishlari ayni vaqtdagi jadidchilar orasida bir maydon bas munozara qo'zg'aydi. Taran Uyg'ur әпәндінің eskartishicha, shu mezgillarda yosh Tatar muxbiri Noshirvan Yavshev bo'lsin va yoki Yettisudagi Uyg'ur jadidchilaridan Nazarxo'ja Abdusamat o'g'li bo'lsin, Abduqodir Damollamning bu ishda bel qo'yatmasligini, usuli jadid metodini qat'iy davomlashtirishini va Qashqardan iborat bu qadimiy madaniyat markazida yangi ma'rifchilikning mash'ilini egiz ko'tarishini umid qiladiganligini bildirdi.
Abduqodir Domollam yuqorida ko'rsatib o'tgan bir qancha sabab Tatar ziyolisi Nurani Yoshovnimi va Uyg'ur ziyolilaridan Nazarxo'ja Abdusamatnimi qoyil qilolmaydi. Masalan, Nazarxo'ja Abdusamat o'zininki Qashqarda taraqqiyparvar boylardan musobaqa jamiyatining boy ekanligi, shundaqla ma'rifatparvar zotlardan Abduqodir Domollam qatorliq ziyolilarningki boy ekanligini ko'z tutib, Qashqarda bir taraqqiyotni ko'rishni umid qilgan bo'lsa-mu, amaliyotniki bundan bilan farqli bo'lganligini intayin xursinish ichida tilga oladi. Nashirvani Yoshov bo'lsa, Abduqodir Domollamningki o'qitish shaklida usuli qadim shakliga qaytib kelib, o'qitish qilayotganligidan intayin afsuslandi. Shundaqla buning vaqt isrofchiligidan boshqa narsa emas ekanligini ko'rsatib o'tdi. Va oxirida Abduqodir Domollamningki jasoratli bo'lib, bu yo'lda qo'rqmay olg'a o'girilishini, shundaqla jadidchilik usulini davomli olg'a siljitishga bel bog'lashini umid qilganligini bildirib o'tdi. Qadrlik radio anglag'uchilar, yuqorida Abduqodir Domollamning hayoti va uning kurash yo'li haqida ishlangan maxsus radio programmasining 10 qismini diqqatingizga sundik. Bu vaqtdagi anlatishimizning oxiri davomli diqqatingizda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi.